dacha, do'kon, uy-joy, sauna loyihalashtirish kerak. Menga o'xshab, sizlar ham qiynalyapsizlarmi loyihaga? Sizlarga 15 yil tajribaga ega arxitektura xizmatlarini taklif qilamiz. Bu joyimiz Bo'stonliq tumani Gazalken shahri Turkiston savdo markazida joylashgan. Mo'ljal keladigan bo'lsak, Embu bankka ro'parasida. Videoga like bosmadingizmi? Videoga like bosib qo'ying. Menga o'xshab loyiha hujjatlaridan qiynalyapsizmi? Bunga hozir yechim topamiz. Xush kelibsiz. Sunnat aka, arxitektura xizmatlari necha yildan beri faoliyat ko'rsatib kelyapti va nima xizmat turlari mavjud? Bizning arxitektura xizmatlarimiz 15 yildan beri ish faoliyatini yurg'izadi. Aynan Bo'stonliq tumanida 2021-yildan beri ish faoliyatini yurg'izamiz. Bu vaqt mobaynida 200 dan ortiq uy-joy, interyer, eksteryerlarimiz, 10 dan ortiq noturar binolarimizni hujjatlarini topshirganmiz. Arxitektura xizmatlarini sinflanadi o'zi 4 toifaga. Biz 3-toifasini olganmiz. Bu birinchi toifaga nima desangiz, birinchi toifada uy-joy, turar joy bo'ladi. Ikkinchi toifada sartaroshxona, kichkina do'konlarning toifasi, uchinchi toifa o'zi katta domlar, bog'cha, maktab degan katta zavodlar, sexlar ishlab chiqariladigan sexlarni hujjatlashtirish imkoniyatiga egamiz. To'rtinchi toifa o'zi u aeroport, o'zi davlat miqyosidagi yuqori daraja hisoblanadi. Unga hali inshaalloh erishamiz, xudo xohlasa. Bizda nima ish faoliyati yurg'iziladi? Turar joylarga hujjatlashtirish, noturar joylarni, eksteryerlar, dizayn, interyer, landshaftlarini ish faoliyatimizni yurg'izamiz. Sunnat aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Bo'stonliq bozor obunachilari uchun chegirmalar bormi? Albatta aka. Ana videoga like bosib qo'ying. Loyiha xizmatlariga yechim topdik. Bo'stonliq bozori sizlarga yaxshi narsalarni tavsiya qiladi.